O'zbekiston Rossiya O'zbekiston yo'nalishlari bo'yicha davlat tomonidan qo'yilgan ishonchli va hamyonbop avtobus reyslarimiz mavjud. O'rtoqlar, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, joyingizni band qiling. Like, podpiska, kommentariy esdan chiqmasin. Moskva yo'nalishi bo'yicha borish narxi 1,15 million so'm, kelish narxi 4000 rubl. Haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari o'z faoliyatini olib boradi. Metro Kotelnikiga boramiz yokida o'sha yoqdan olib qaytamiz. Piter yo'nalishi bo'yicha borish narxi 1,215 million so'm, kelish narxi 6000 rubl. Haftada 2 kun, dushanba va juma kunlarida Piter yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz bor. Avodnika kanaliga boramiz yokida o'sha yoqdan olib qaytamiz. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, joyingizni band qiling, tanlovda adashmang. Krasnodar, Volgograd, Astrakhan, Sochi, Rostov yo'nalishlari bo'yicha haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari o'z faoliyatini olib boradi. Borish narxi 950 ming so'm, kelish narxi 5000 rubl. Tumen yo'nalishi bo'yicha borish narxi 950 ming so'm, kelish narxi 5000 rubl o'rtoqlar. Yekaterinburg yo'nalishi